Qashqadaryo vohasi azaldan o'zining betakror kuy-qo'shiqlari, boy maqom va baxshichilik an'analari bilan xalqimiz ma'naviy hayotida alohida o'rin tutib keladi. Poytaxtimizda o'tkazilgan Qalbga yaqin Qashqadaryo navolari nomli hisobot konserti vohaning ana shu boy madaniy merosini yana bir bor namoyish etdi. San'at bayramida voha ijodkorlari tomonidan ijro etilgan mumtoz va xalq kuy-qo'shiqlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Jarayondan Zulfiya Islomova xabar qiladi. Mumtoz musiqa sadolari ostida boshlangan konsert dasturi tomoshabinlarni Qashqadaryo vohasining boy musiqiy merosi bilan yuzlashtirdi. Kecha Yunus Rajabiy musiqasi asosidagi Bahorim asari bilan ochildi. Shundan so'ng Saraxboriy Navo, Ko'chamdan Janon o'tganda, Favvora, Dugoh Husayni, G'amzasin hamda xalq kuyi Dilxiroj kabi asarlar ijro etildi. Maqom va mumtoz qo'shiqchilik namunalarini o'zida mujassam etgan chiqishlar san'at ixlosmandlarining olqishlariga sazovor bo'ldi. Jonli ijroda maqom kuy qo'shiqlari, o'zbek estradasi bunaqa ashulalar ijro qilinadi. Asosan mana hozir konsert bo'layotganligini sababini bilasizmi nimada? Konsertning sababi bugungi kunda madaniyatga bo'layotgan e'tiborning inikosi. Madaniyat sohasida bo'layotgan e'tiborning inikosi. Turkiston qayoqda ediki, Qashqadaryo viloyatidagi ansambllar kelishdi. Yaqin fursatlarda konsert dasturimizni mana shunday bir tadbir tashkil qilingan. Aynan viloyatda faoliyat yuritayotgan ijodiy jamoalarni birgalikda hamkorlikdagi olib borayotgan ijodiy ishlariga, shuning bilan birgalikda ijodiy ishlarni poytaxtimizda ijro etishlariga keng imkoniyat yaratilmoqda. Tadbir davomida madaniyat va san'at sohasidagi samarali faoliyati uchun bir guruh qashqadaryolik san'atkorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ularga madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni topshirilib, soha ravnaqiga qo'shgan hissasi e'tirof etildi. Mana shu kamtarona mehnatimizni inobatga olib, shu mukofot bilan sazovor taqdim etganligini katta inobatga olib, kamtarona mehnatimizni o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Musiqiy kecha davomida yangragan kuy va qo'shiqlar nafaqat tomoshabinlarga estetik zavq ulashdi, balki milliy san'atimizning boy an'analari bugun ham munosib davom etayotganini yana bir bor namoyon etdi. Mumtoz kuy va qo'shiqlar tinglovchilar qalbida unutilmas taassurot uyg'otar ekan, bunday turdagi tadbirlar milliy san'atimiz va merosimizni asrab avaylash va targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zulfiya Islomova, Ma'mur Anvarov bugun dasturi uchun.